Tadbirli ayol. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan. Tulki yasovul ekan. Qirg'ovul qizil ekan. Dumlari uzun ekan. Qadim o'tgan zamonda sodda va mehnatkash bir chol ish axtarib shaharga borib qolibdi. Mardikorchilik qilib biroz pul yig'ibdi. Pulini ishonchli odamga saqlash uchun topshirmoqchi bo'libdi. Shu jamg'argan 5-10 tanga pulimni shahar qozisiga saqlash uchun bersammikin-a? Yana ozgina ishlab, biroz pul jamg'arganimdan so'ng qozidagi pulimni ham olib qishloqqa, bola chaqam oldiga qaytsam bo'lar-a? Chol ertasigayoq yig'gan pulini qoziga olib borib berishga qaror qilibdi. Assalomu alaykum, qozi domla. Va alaykum assalom. Keling, ota. Xizmat. Uzr, taqsir. Men Oqjar qishlog'idan kelganman. Bu yerda mardikorlik qilib yuribman. Biroz pul topib, so'ngra uyimga qaytmoqchiman. Mana hozir 20 tanga pul jamg'ardim. Shu tangalarimni ketgunimcha saqlab bersangiz. Barakalla aqlingizga. Pulingizni jon dilim bilan saqlab beraman. Qachon kelsangiz, pulingiz mana bu tokchadagi xaltada turadi. Chol xursand bo'lib qozixonadan chiqib ketibdi. Oradan bir hafta o'tgach, chol mardikorchilik qilib, yana 5-10 tanga pul topib, o'z qishlog'iga qaytmoqchi bo'libdi. Pullarini olgani qozixonaga kelibdi. Assalomu alaykum, qozi domla. Va alaykum assalom. Qozi domla, men qishloqqa qaytmoqchiman. Sizga omonat qoldirgan pullarimga keldim. Iya? Qanaqa pul? Qanaqa omonat? Qachon bergansan? Taqsir, bundan bir hafta ilgari sizga omonat saqlash uchun 20 tanga pul berib qo'ygan edim. Qishloqqa qaytarda olib ketmoqchi edim. Siz olib qolgan edingiz. Qanaqa omonat pul? Tuhmat qilma. Guvohing bormi? Jona, ko'zimga ko'rinma. Taqsir, men bechorani kuydirmang. Axir qiynalib, mehnat qilib jamg'argan pullarimni qaytaring. 5-6 ta yosh bolalarimga rahmingiz kelsin. Qozi cholni urushib chiqarib yuboribdi. Bechora chol ko'chaga chiqib, ariq bo'yida xafa bo'lib yig'lab o'tirsa, uzoqdan bir paranji yopingan ayol kelayotgan ekan. Otajon, sizga nima bo'ldi? Nega yig'lab o'tiribsiz? Qizim, so'rab nima qilasan?
Men bir mushkul ishga yo'liqdim. Chora topolmay xafa bo'lib o'tiribman. Ota, boshingizga tushgan mushkul ishni ayting. Balki men chora toparman. Bolam, so'rab nima qilasan? Sen nima ham qila olarding? Ayol